Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Rozo Washington'da sözleyimiz. Bugünkü İslah 2020 yıl 10. ayının 12. günü haftaga düşenbe. Keçirinler tünügün bir gün yağmur yağdı. Hazırım yani sim tamşıvadı da. Hürmetlik vatandaş, vaziyet doğrusu da gep kılsak, hazır Amerika Koşmuş Ştatları Partiyanın saylam rekabeti o da keskin bir devrge kirdi. Xilma-xil gepler o'tirg'i chiqyapti. Masalan, Rossiya bilan bo'lgan munosabat va ilhat, odat shundaqday ilhat yo'llash masalasi degandek gepler paşlab o'tirg'i chiqyapti. Vaziyat qandaq? Buni keyin ko'ramiz, hurmatli vatandosh. Uningdan keyin yana sizlarga so'zlaydiganimiz, o'tganda biz davomlashtirib muhokama qilamidik. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan bu bir nokta. Jungo bilan Amerika o'rtasidagi to'qinish nuqtasi degan bir og'iz gapni qildi. Biz shunga munosabatli qoldi bugun sizlarga leksiya so'zlaymiz vatandoshlar. Gomindan qarorlarga o'tirib qo'yib, Amerika bilan diplomatik munosabat o'rnatishni tashabbus qildi. Amerika Jungo Tayvan munosabati tavrash paydo bo'ldimi? Mavzuli xabar Amerika ovozning Xitoy programmasida e'lon qilindi 10 ayning 11 kuni. Washington. Bu so'zga diqqat qiling, bu abzasga vatandosh. Növbəti Tayvanda hokimiyat sirtidagi partiya o'rnida turayotgan Gomindan yaqinda ishga turli qarorlarga o'tirg'i qo'yib, Tayvan hukumatining Tayvan Amerika o'rtasida aloqa munosabatlari arqa-arqadan yurishlashgan bir paytda Amerikaga texmi ilgirlagan holda talab qo'yib, Jungo Tayvanga qurolli tajovuz qilgan aman Tayvanga diplomatiya, iqtisod, harbiy ishlar jihatda Amerikaning yordam berishini hamda Amerika-Tayvan diplomatik munosabat o'rnatishni asli keltirish to'g'risida talab qo'yishni tashabbus qildi. Gomindan partiyasi navbatdagi hokimiyat beshidagi Demokratlar partiyasiga Tayvanda shunday talab qildi. Biz buni ayrim muhokama qilamiz keyincha vatandosh. Gomindan qonun chiqarish komiteti ikki turli qarorlarga o'tirib qo'yib mundaq ko'rsatdi. Tayvan Amerika diplomatik munosabat o'rnatishni talab qilish hamda Amerikaning Tayvanga yordam berishini talab qilishdan ikki turli qarorlarni o'tirib qo'yish maqsadida mushu fursatdan foydalanib xalqaro jamiyatning Tayvanda hokimiyat beshidagi va hokimiyat sirtidagi partiyalarning urushni xohlamaydigan va urushdan qo'rqmaydigan irodasini xalqaro jamiyatning ko'rib olishini, anglashini, his qilishini umid qildi. Gomindan o'tirib qo'ygan yuqoridagi turli qarorlarga haftaning 2 kuni, ya'ni 10 ayning 6 kuni Tayvanda qonun chiqarish komitetida qarshi ovozsiz ma'qullandi. Tayvanda Demokratlar partiyasi, yani hokimiyat beshidagi partiya, bu harakat Gomindanga xos fikr, balki misli ko'rilmagan xos fikr deb tanqidladi. Xos fikr, balki misli ko'rilmagan xos fikr deb tasdiqladi. Kechiringlar. Tasdiqladi. Gomindan taraf Demokratlar partiyasining zo'r kuch bilan qo'llashiga erishgandan keyin chin ko'nglidan rahmat aytdi. Buningdan Tayvandagi partiya Tayvan chetishlik masalalarda eg'ir ixtiloflarga petib qolgan davrning allaqachon oxirlashganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Majumla eg'ir jumla vatandosh. Obzorchilar mundaq hisobladi. Tayvanda eng muhim ikki chong siyosiy partiya Amerika bilan diplomatik munosabat o'rnatishda yoki diplomatik munosabatni asli keltirish orzularini ifodaladi. Hamda Amerikaning kuchidan foydalanib Jungo Kompartiyasiga taqobil qarshi turishni umid qildi. Bu umidlar Tayvan bo'g'izining vaziyati va Tayvanning kelgusi uchun intayin chonqur ahamiyatga ega.
Uzundan beri Tayvan'da turayotgan ve Tayvan boğazı vaziyetini küzüp kelayotgan erbaplar. McDonald Laurer Institute tadqiqot o'rni hamda Tayvan yer shari tadqiqot markazining yuqori darajali tadqiqotchisi Michael Cole Amerika ovozi radiosiga mundaq bildirdi. Kuomintang shuning uchun mundaq oshkora ifoda bildirdiki, Jungo Tayvanda asosiy iqlimning fikri borg'ansiri ochiqlashishga boshladi. İfade bildirdi ki çünkü Tayvan'da keçiringlar, Tayvan'da asosiy iqlimning fikri borg'ansiri ochiqlashishga boshladi. O bolsama Jungo Kompartiyasi hukmronligidagi Jungo bilan bir gavdaga aylanishni xohlamaydiganligidan iboratdir. Michael Cole mundaq ko'rsatdi. Kuomintang xohlamamdi, bu baribir Tayvanlik siyasi tüzümü demokratik tüzümdür. Tayvan'ın siyasi tüzümü demokratik tüzümdür. Her qandaq bir siyasi partiya mevcut bulup duruşni xohlaydigan bolsa, onun asası ve jariy qildirish mümkünligi xalq ra'yini hurmat qilishdan iboratdir. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.